Ajoyib sepochkamiz bilan burchonlimiz yana sotildi. Chiroyli singlimiz oldilar. Tashang. Omadi sinab ko'ramiz. Xudo xolasa tabriklaymiz. 30'unda sizni kutib qolamiz. Omadingizni bersin. Uni ham yaxshilarni aytirsin. 30'unda soat 6'ga Xudo xolasa. Shunda yana italyanskiy zolotimiz sotildi. Chanel deb nomlanadi nomi. 60 cm uzunluğu. Ajoyib narsamizni oldilar. Tashang sestram, xudoyim. Omadingizni sinab ko'rasiz. 30-chislada. Nima o'tajaq niyatingiz bor? Televizor kattasini. Xudo xolasa niyatingizga erishasiz. Omad. Xayr baraka. Qarang, buning grammi hammasi bo'ldi 20. Ha, yordamang. Eng chiroyli narsalarimiz Dorika modelimizda o'tirlar. Kimga oldingiz, sestram? Kelinni oldi yo'q deyapti. Saling endi omadli qo'lingiz bilan. Xudo xolasa 30-chisloda soat 6'da kutib qolamiz. Kelaverasiz. Omadingizni bersin. Ulgurib qolinglar. 2 kun vaqtimiz qoldi. Kenglar kutamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarim, go'zal klientlarim. Ajoyib narsani azon bilan qarsiz Madonna deb nomlanadi. Opamizga berdik. Klientimiz necha yillik. Tashan xudo xolasa omadingizni 30'unda sinab ko'rasiz. Kutib qolamiz. Xudo xolasa patiyimizga kelasiz. Omadingizni bersin, sestram, sog' bo'ling. Yana shunday zo'r Batinskiy brilliantimiz 750 provasi 12.47 3 karatlari katta yonib yotibdi. Ajoyib narsa Batinskiy brilliantimiz. Aytaman, chiroyli go'zal klientlar keldi. Go'zal qizimiz on tashlangan. Xudo xolasa 30'unda eshittirsiz, kutamiz. Xudo xolasa nasib etsin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Dorika variant sirg'amiz, xudo xolasa ko'rsangizlar bo'ladi, qanday tushiradi, rossiyskiy sifatli oltin hisoblanadi. Opamiz o'zlarini xarid qildilar. Tabriklaymiz. Yaxshilikqa nasib etsin. Rozimisiz bizlardan? Baholardan ko'ngil to'ldimi axir? Keling shu vazag'a. Ishlarga omad. Barakasini bersin, savdolaring ishlaring. Shen opam o'tqiz kelib turibdi. Xudo tiladingiz. Davladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi. Shunda chiroyli ko'rinishdagi komplektimiz xudo xolasa sotildi. Yaxshi niyatda kelinlarni xarid qildilar. To'yma xudo xolasa. Yoshlar baxtli bo'lsin. Arzon etib, narxlarni chiroyli etib berdik. Rossiyskiy sifatli oltin hisoblanadi. Tabriklaymiz. Razimisiz bizlardan? Rahmat, rahmat. Havo ko'nglimiz to'ldi. Yulduzga rahmat. Shu bizlar ham shu Instagramdan ko'rib keldik. Shu yulduzning nesini